nafar bir-biridan zukko, aqlli, bilimli, oliygohlarga tayyor sertifikatlarga qator bo'lgan o'quvchilarimiz. Marhamat, 11-B sinf o'quvchilari. 24 nafar. Maktabimizning eng sho'x, shodon o'quvchilari. Olqishlab qo'yamiz. Sinf rahbarlari Nurimova Muyassar va birinchi ustozlari Nafisa xonim. Marhamat, olqishlab qo'yamiz. Marhamat, 11-D sinf o'quvchilari. Olqish, Ruscha zamon sinfimiz. Butun maktabimizni eng nima deydi? Burchak turadigan sinf. 11-D sinfimizlar eshitmayapman, rus sinfimiz. Qani bitta ovozni qo'yaman. Qani olqishlar. Marhamat, 11-Y sinf o'quvchilari. Maktab bo'yicha eng sanog'i ko'p 37 nafar. O'quvchilarimiz bilimlari